Assalomu alaykum. Bugun va'da qilganimizdek onkologiyaga oid bir necha savollarga javob beramiz. Albatta bu chuqur savol-javob emas, yuzaki savol-javob. O'zingizga biroz xulosa chiqarishingiz uchun yordamchi bo'ladi degan umiddamiz. Savollarni o'qiymiz. Gemoroy bilan ichak saratonini farqlash mumkinmi? Albatta, gemoroy bilan ichak saratonini shifokor farqlay oladi. Bu juda bir-biridan farq qiladigan kasalliklar. Qon kelishi har doim saratondan darakmi? Yo'q, qon kelishi har doim ham saratondan darak emas. Lekin bilib qo'ygan yaxshi, qon kelish saraton kasalliklarida, ya'ni ichak raklarida ko'pincha qon kelish bo'ladi. Najasda shilimshiq bo'lishichi, bu ham xuddi shunaqa. Saratondan darak ham bo'lishi mumkin, saraton bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun albatta tekshiruvdan o'tib qo'yish kerak. Hojatga borganda to'liq bo'shamaslik hissi. Bu ham onkologik kasalliklarda kuzatiladigan belgilardan biri. Qaysi yoshdan keyin xavf boshlanadi? Ya'ni onkologik kasalliklarning xavfi. Odatda 50 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlarda ichak o'smalari xavfi yuqori bo'ladi. Fast food ichak saratoniga olib keladimi? Kundalik ratsionimizda 10% dan oshiq fast food iste'mol qilishimiz ichak raklarini 2% dan 19-20% gacha oshishiga sabab bo'ladi. Chekish ta'sir qiladimi? Chekish juda ham ta'sir qiladi. Chekishda tamakining tarkibida bir necha xil kanserogen vositalar saqlaydi. Bular albatta birinchi o'rinda turadi chekish saratonga olib kelish bo'yicha. Savol. Gemoroy saratonga o'tadimi? Yo'q, gemoroy saratonga o'tmaydi, chunki gemoroy qon tomir bilan bog'liq bo'lgan kasallik, predrak kasalligi hisoblanmaydi. Stress ta'sir qiladimi? Stress ta'sir qiladi albatta. Doimiy stressda bo'lgan odamda onkologiyaga bo'lgan moyillik yuqori bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Qiziqarli savollarga javob olishingiz mumkin.